kecha qildim biz bugun qilaman gal. Alo, tinchmisan? Turkiyaga 2 kishilik yo'llanma. Voy, mana nihoyat menga surpriz qilishni o'ylabdi. Kim tug'iladi bugun? Prosta sizni xursand qilgim keldi. O'ynanib ketay o'zimni qoshiqchamdan. Usim ham ketgandir. Siz muzdagina mojitodan ichivang. Xo'p, o'ynanib ketay. Qulub neyliz boshqacha ketadi-da. Voy, erimda hidlar ham приятный. Meni erim eng zo'ri. To'g'ri lekin. Turkiyada kiysam yarasharkan. Turkiyaga ketayotganda nimalar olish kerak? Birinchi o'rinda chamadon. Mulaka yaxshi keldingizmi? Dadasi kechki osh qilaymi deb nima qilaymi? Shilpildoq qil. Jo'ra, nima bo'lyapti o'zi? Jo'ra xotinim tilla yeri borligini bilib qadrimga yetishni boshladi. Bu uchun nima qilding? Hech nima, prosta mavjudman. Dadasi o'zi ketamizmi, yo'qmi? Qayerga? Turkiyaga? Turkiyada pishirib qo'yibdi. Mana Turkiyaga 2 kishilik yo'llanma deb qo'yibdi-ku. Tayto, bu kartinaga bu kompyuterda abo yoki qizlar rasmini qo'yganmi, janjal qilganmi? Chiroyli kartinaga qo'yib qo'yganman. Bir haftadan kam qurib, bekorga shuncha ish qildimmi? Bekorga sultonim dedimmi? Qilmasan katta ko'cha turqiraynikiga. Turkiyaga yo'llanma olib kelmagunizcha uyga kirmaysiz. O'zi eskilar to'g'ri aytgan ekanda, ayol hech bir bahsda yengilmas tilsim, uni faqat sevib qilurlar taslim. Fikrimga qo'shilganlar bitta like bosib qo'yamiz. Xotin qandaychan xotinsan, jabjanga kuylagimni jo'rib, rangini tushiraversan-ku buni. Nima qilay dadasi, o'zingiz ko'chadan dog' qilib kelibsiz. Qum bilan ish qo'ribman. Rang o'chib qoldi. O'yil bo'lmasa tuz ekan. Qum bilan ham jo'ami iz zamonda orqada qo'yganmisan. Babi olib kelib qo'yganman-ku. Germaniya mahsuloti, allergiya chaqirmaydi, oq kiyimlar dog'larni ham ketkizadi. Shunda yuvsang bo'ladi, hech sekunda toza qiladi. Voy, bo'ldi dadasi, endi faqat Barbie yuvaman. Mana bir kunlik stasda pul qani? Burgingizda ham ish qo'ribman. Stasidagi pul va'dalanib ketibdi. Bekaringni 5 tagini asini aytsan, sen gashtagingga olib qo'ygan soni beqa cho'z. Nima qilyapsizlar sizlar? U bitta futbolchi odam kanserda ham sindirami? Nomard? Men qilaman 9, bular qiladi 30. Xotin nemachi yomon bo'lsa yomon ekanda. Aka nima bo'ldi? Ko'rmaysizmi? Xotin kechib futbolga asab qilib piyalan kanserga otibdi. O'yinda bo'ladi-da endi. Bu suhbatda kanserni qanday o'tiramiz? Odamlar pulni qaydan olyapti kanserga? Yuring aka, siz zo'r joyga boraman. Rosti. Ana outfit kanserleri oyiga 199 mingdan ekan. 12 talik premier kanserlar bo'lsa, oyiga 219 mingdan. Voy hali ishlamasda sovuq kelyapti, sadosi ketay. 211 litrli sonra sovutgichlari oyiga 99 mingdan. Aksiya chillas-ku. Samsung A17 lar oyiga 149 mingdan. Bundan ham bitta olay keyingi o'yinda yutamiz, xotinga sovg'a qilaman, xursand bo'la. Narxlar 24 oyga ko'rsatilgan. Aksiya muddati 26-iyundan 30-iyungacha davom etadi. Ulgurib qoling. Manzil Sergeli mashina bozori bilan dehqon bozorining o'rtasida diskont filiali. Bosamiz.